tepasini o'raganlar-ku. Endi yo'q, tushundingiz? Mana tepasini o'ragan. Mana massa. Hoji tog'a. Bu 380, bu 380, bu 380. Faza, to'g'rimi? Bu uchalasi ham, ha? Mana bu 0 mana. 0 bo'lgandan keyin mana bu yerdan skira bergan. Mana bu yerga yopishib qolgan. Bag'i dalshi yana korpusga yopishgan. Mana shuni, ha. Bu yerda katta kuchlanish borligini hisobiga, hoji tog'a. Buni polni mana bu kontaktlari bor-ku. Kontaktlarni bir-biriga yopishtirib qo'ygan. Noliga faza boradi buni. Ha. Noliga faza borib qo'ygan buni. Ishlab turibdi, hamma narsasi ishlab turibdi, lekin noliga. Keyin uni motor tutab ketgan, yonib ketgan. Mana ustida turgan воздушный bor-ku. O'sha yonib ketgan. Agar bu yonmaganda mana yonardi. Shit yonib ketardi. Mana shu yonganning hisobiga bu avtomat tashagan. Avtomat tashagan, massa bo'lganini bilishgan. Bular yana avtomatni ko'tarib ishlatishavergan. Tushundingizmi? Sinib erib ketguncha. Ha, sinib erib ketgungacha ishlatishavergan. O'shaning uchun hozir yana boshqatdan hozir mana rubelning hammasi almashyapti. Xudoga shukr. Mana bosh rollarda Mr. Jones Electric Abbos Qarag'ay. Ha. Yeday bu. Bunga tegma. Mana uch yaxshimi? Kulishga nima aytayman? Tak, mana motorning ichi ahvoli yonib ketgan shu motor. Воздушныйniki.